mehmon. Kelinglar qani? Xo'sh, sovchilikka keluvdik. Jiyanim bilan kelibsizlar. Aytgandir xarakterimni. Aytgan cheslingizni. Biz ham yolg'on gapirishni yomon ko'ramiz. Rostini aytinglar qani, nimalaring ishonib meni uyimga sovchilikka keldinglar? Aqlimizga ishonib. Aqling bo'lsa usta bo'laylik. To'g'risini aytaymi? Xolmurod sizni boyligingizga ega bo'lmoqchi. Vo, rostgo'yliging yo'q-da. Rahmat. Men qizimni erka qilib katta qilganman. Mani qizim bola chaqa, ro'zg'or ishlarini eplolmaydi. Buni qo'rqadigan joyi yo'q. Mana bizni Xolmurod. Tug'ishdan boshqa qo'ldan hamma ish keladi. Buni o'ylama. Xullas, mani qizimni aytganini qilayotgan, ko'chaga chiqsa gapirmayotgan, uyga kelgancha uy yumushlarni qilib qo'yayotgan, qo'pol qilib aytganga xotin quli kerak. Biz ahmoq qilibsizmi boy aka? Biz ham shuni o'rnidan bilganimiz uchun kelyapmiz-da. Ko'nib turibdi. Rahmat. Hozircha bo'lajak-ku maydaroq bizneslarimni yuritib turish kerak. Qaysi biznesingiz boy aka? Bu mani bizneslarimdan bittasi. Jartepada qurilayotgan 10 gektarlik maydonda 30 million dollarlik loyiha Jahon Optim bozori bo'lishi kutilmoqda. Bu bozorga Tojikiston va O'zbekistondan kirish imkoniyati bor. Bozorda 500 ga yaqin do'kon qurilmoqda, shulardan 20 tasi maniki. 20 tadan nechtasini bizlarga berasiz? Hammasi sizlarniki. Ifloscha bo'lmasa o'tib turib tomonga. Bozorda ichida kargo joylashgan bo'lib, siz Xitoydan, Turkiyadan, Amerikadan yuk zakaz qiladigan bo'lsangiz, shu yerda o'zida rasm ochib qilib, shu yerda o'zida Optim sotsangiz bo'ladi. Xolmurod, primoy Xitoydan urayotganda bizdan kiyim-kechak pampil, ha? Xolmurod, hozircha mana shu bizneslarni yuritib turavergin, oxiriga hamma boyligi sayon qolib ketadi. Bu tamokis qolmabsiz-da, tutamayapti. Xudo yaxshimisiz? Sizga o'xshab men shunaqa narsa chokmoqchi edim, hech yutamayapti-da bu. Bu senga chokadigan narsa emas. Nima bu? Kichkina o'g'ilchamning shumagi bu.